Keyingi savolga yuzlanadigan bo'lsak, Casey is a repair technician for a phone company. Repair technician. Shunaqa qilib, Casey degan qiz bola telefon kompaniyasida o'sha telefonlarni tuzatuvchi texnik bo'lib ishlar ekan. Each week she receives a batch of phones that needs repairs. Har haftada u bir nechta telefonlar to'plamini oladi ularni tuzatish uchun. The number of phones that she has left to fix at the end of each day can be estimated with the equation P equal to 108 minus 23D. Ya, har kuni kun tugagandan keyin o'sha olgan telefonlari haftani boshida olgan telefonlari 5 fonusda Bezfondan nechtadir tuzatadi. Undan qolgani, nechta qolganini hisoblash uchun mana bu expression ifodadan foydalanish mumkin. Where P is the number of phones left and D is the number of days she has worked with that week. O'sha haftada uni ishlagan kunlari D-ga teng. Keyinchalik uni tuzatish kerak bo'lgan telefonlar soni P ga teng bo'ladi. Mana shu formula asosida topiladi. What is the meaning of the value 108 in this equation? Ushbu tenglamada 108 nimani ifodalaydi? Bu yerda hop har kuni u bu yerda 23 ni anglatadi. U har kuni 23 tadan taxminan telefonni qayta ishlash o'sha tuzatish kerak bo'ladi. Bu yerda P qolgan telefonlar soni. Qolgan telefonlar soni P equal to hop 108 minus 23 D. Hop, bu yerdan 108 topadigan bo'lsak, 108 teng P plus 23 D. Demak, uni ishlagan kunlari va qolgan telefonlar soni bilan uni ishlagan kunlarini 23 ga ko'paytirib natijada chiqadigan javob 108 ga teng. Demak, bu uni haftani boshida olgan telefonlarning taxminiy soni 108 taga teng bo'lgan. Ya'ni har hafta u 108 tadan telefon olgan degan ma'noda ehtimoliy mana shu formula tuzilgan. Javob B javob to'g'ri bo'ladi unda. Casey starts each week with 108 phones to fix. Har haftani boshida u 108 telefon bilan boshlaydi.